Norvegiyaga ishlashga kelgani zo'r davlat ekan. Lekin haqiqatdan katta pul to'piladi-yu. 5,5-6 ming to'piladi, lekin katta qismi, deyarli 3dan 1 qismi so'liqqa chiqib ketar ekan. Yashash ham qimmat ekan. Lekin sharoit zo'r ekan. Ko'chalarni aylanib yuribman, deyarli odam kam, mashinalar kam, odam kam. Nima dam olish kunimi deb o'ylayman. Lekin internetdan qidirsam Norvegiya butun boshli Norvegiyaning o'zida atigi 5,5 million aholi bor ekan xolos. Shuning uchun ham aholi kam. Ko'chalarda aylanib yuribman, deyarli odam sanoqli, ko'p emas. Norvegiyaga ishlash maqsadida kelmoqchi bo'lganlar, agar ma'lum bir sohaning mutaxassisi bo'lsangiz, Norvegiyada normalniy pul topsa bo'lar ekan, lekin katta qismi ham so'liqqa chiqib ketar ekan. Shuni ham inobatga olish kerak, lekin yashagani zo'r davlat ekan, atmosfera, tabiati, ko'chalari o'zgacha ekan, tarixiy holatda ekan, ko'p ko'chalari.